iltimos sizlardan qizim birga kirdi, lekin hali yurolmaydi, o'tirolmaydi, judayam qo'rqadi. Uyg'onadi, ko'zini ochib o'tiradi, jim o'tiradi. Agar ovozimni eshitsa kuladi yoki bilmadim tinch bo'ladi. Agar ovozimni eshitmasa charillab qo'rqib yig'laydi qizim. Qo'lchalari bilan meni qidiradi. So'zga tushib ketsa qo'lchalari bilan qidiradi qizim. Allohim hech qaysi bandasini farzandi bilan sinamasin. Agar bittagina imkonim bo'lsa edi, chala ko'zimni ham qizimga berardim. Azizlar, iltimos qilib so'rayman, qizimga yordam beringlar. Vaqtimiz judayam kam qolgan. Agar may oyida mayda o'g'irlarida olib bormasak, qizimni ko'zlari ko'rmay qolishi mumkin. Bor umidimizdan ham ayrilib qolishimiz mumkin. Azizlar, iltimos yordam beringlar. Bittagina farishdamga rahm qilinglar. Iltimos, ko'zlari shifo topishi uchun Allohim hammalarisi sababchi qilsin. Qizim yomon qiynaldi. Judayam qiynalib ketdi. Qo'lchalari bilan qidiradi. Kim gapirsa shu tomonga mo'ltirab bunaqa qilib qaraydi. Shovqindan shunaqa qo'rqadi. Mahkam ushlab oladi mani. Onajon, men shu yoqdaman, qo'rqma deymanki, tinch bo'ladi. Shuncha yordam qilibsizlar, hammalaringizga rahmat. Lekin iltimos sizlardan. Iltimos, operatsiyaga pul topolmasak, Moskvada qilmaydi. Iltimos, yordam qilinglar. Biz ham qarab turganimiz yo'q. Allohga shukr, qo'limizdan kelganini tinma-tin yig'amiz. Juda nimjon. Hali kasal bo'ladi, hali issig'i chiqadi. Iltimos, odamlar noto'g'ri tushunmanglar. Hamma imkonni qilamiz. Qo'limizdan kelgan imkonni qilamiz. O'tgan safargi operatsiyasi uchun katta kredit olib ketganmiz. Shu uchun o'rtaga qo'yilgan narsani chiqarib sota olmayapmiz. Bo'lmasa otam ham, onam ham, hammalari nima bo'lsa ham shu ish yaxshi bo'lsin deb harakat qilibdilar. Birinchi operatsiyasini qarz bilan qilganmiz, ikkinchi operatsiyasini davlatdan qarz olib kredit bilan qilganmiz. Nima bo'lsa shu qilsin, yaxshi bo'lsin deb harakat qilamiz. Hech kim qarab turgan yo'q. Iltimos, insonlar noto'g'ri tushunmanglar. Nega vaqtimiz juda kam qoldi, judayam kam qoldi. Agar shu operatsiyaga olib bormasak, qizim ko'zlari butunlay ko'rmay qoladi. Oyshaxon, iltimos yordam beringlar deng qizim. Kim menga yordam bergan bo'lsa, kim ehson qilgan bo'lsa, hammaga rahmat deng qizim deb qilib. Rahmat deng qizim. Rahmat deng qizim.